Boksing deb bizda bo'lmaydi-yu, Angliyada boksing deb bo'ladi-yu. Ro'ziqul aka, mana aprel oyi taqvimi, ya'ni o'zbekcha boksing day qanday o'tyapti bizning jamoa uchun? Bunga ham ko'nikishimiz kerak. Endi qachonlardir baribir qancha ko'p o'yin o'tkazsa futbolchilar shuncha futbolchilarga ma'qul. O'sha uchun biz har 5 kunda o'ynayapmiz. Endi ko'proq kun aytib o'tdim. Bolalarni o'yindan o'yinga tiklashga ko'proq e'tibor qaratyapmiz. O'ylantiradigan jihati endi jarohatlarimiz sal ko'payib ketdi. O'sha o'yinchilarimiz tezroq safga qaytsa, albatta bu o'sha qisqa vaqtdagi o'yinlardan menimcha oson o'tib olardik. Shunga qaramasdan yigitlar tiklanib o'yinga bor kuchini berib harakat qilishyapti. Albatta shu darajada shu tempda davom etsak, albatta natijalar ham bundan-da yaxshi bo'ladi menimcha. O'zimizning stadionimizda o'ynamayapmiz. Bu ham qanchalik bu albatta ta'sir bu qiladi? juda ham o'zimizni maydonimizda muxlislarimiz oldida o'ynashni juda ham ma'qul bo'lardi. O'sha uchun endi bu yil birinchi davra shunga majbur bo'ldik. Наверное, kubok o'yinlarida menimcha o'zimiz maydonimizga o'tsak kerak. Bu jamoamizga ham, o'yinchilarga ham albatta muxlislarimizga ham ancha qiyinchilik tug'diryapti. Chunki uy o'yinlarimizda bilasizlar, ko'p muxlislarimiz tashrif buyurardi. O'sha uchun endi hozir bunga majburmiz. Maydonimiz o'ylaymanki o'sha ideal holatda bo'ladi. 1-2 oydan keyin o'z uy o'yinlarini o'z maydonimizda o'tkazamiz. O'sha uchun bu qiyinchiliklar, mana ko'ryapsizlar, maydon topish uchun biz safar o'yinlarini ko'p o'tkazyapmiz. Bu albatta tiklanish jarayoniga, mashg'ulotlar jarayoniga ta'sir qilishi bu tabiiy.